Dardmanlar ko'p, lekin manchalik azob yeganlarni bilmadim. 14 yoshda mana shu kasallikka chalinib qoldim. Ko'jirniga yotdim, Qirg'izistonga bordim, tabib ham qolmadi, hammasi bo'ldi. Sezilardek bo'larmidi, sezilmasmidi o'sha narsa? Kartoshkani qanaqangi qirasiz? Shunaqa umurtqamni qirdi. Protikallarni kerosinga botirib, hamma joyimni surtib, jazirama issiqqa paltoni kiydirib bir hafta kerosinga 40 talab iynali ham oldim. Tillayina 40 ta joyimga tiqaydi. Pishadi, qoniga ham qonlatganlar dadam endi. Keyin tuyani bir kuni bilan cho'llaya ketib peshopacha olib keldilar. Echkini shoxigacha eritib surtdim. Juda kuchli ayol ekansiz. Opajon, siz bu irodani qayerdan topgansiz deyshadi. Juda endi manda o'xshagan dardmanlar ko'p, lekin manchalik azob yeganlarni bilmadim. Turmushga chiqdim. Keyin turmush o'rtog'im ham shu nimaligim uchun yashab hamma har xil gapirgandan keyin chiqib ketdi. Kurashsam yaxshilaydi. Shifosini berdi, davosi topildi-da. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, bizlar har doimgidek Qomus intervyusi. Bugungi mehmonimiz uzoq Qashqadaryodan keldilar, studiyamizga tashrif buyurdilar va o'zlarining kasallikka qarshi kurashish tarixlarini so'zlab beradilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat. Avvalo o'zingizni tanishtirsangiz, yoshingiz nechida, ismingiz nima, qayerda istiqomat qilasiz? Men Qashqadaryodan, Qarshidan, uy bekasiman. Yoshim endi xudo xolasa 50 ga kiramiz. Ozgina qoldi. Mana shu davorini chiqqanlarga eng avvalo shu nimalarga rahmat. 14 yoshda mana shu kasallikka chalinib qoldim. Demak, bu kasallik chalinganingizga ancha vaqt bo'ldi, shundaymi? 14 yoshda edim. Demak, 25 yildan 35 yildan ortiqroq muddat bo'lgan. Ancha bo'pti. Shunday. Qanday boshlandi? Mana sabab nima deb o'ylaysiz? Aynan oq dog'larni toshishiga. Bu oq dog'ni kelib chiqishi oyog'imga. Birinchi oyog'imga. Oyoqdan boshlandi. Chiqdi. Keyin uydagilar oyog'imga nima bo'ldi, bunaqa xushkimi, bunaqa deydi-ku, shunaqa narsa deyishdi. Keyin doktorlik qildim, lecheniya qildim. Nima deydi, boyagi nimaga ham yotdim, Ko'jirniga yotdim, Qirg'izistonga bordim, tabib ham qolmadi, hammasi bo'ldi-da. Demak, bu joyingacha o'sha 35 yil siz davo izladingiz. Da, turmushga chiqdim bu oraya, shunga ham to'xtamadim. Baribir endi odam bunaqa nima bilan yurish bilmaydi, keyin yuzimgacha chiqib ketdi. Demak, o'sha davr mobaynida u kattalashib, butun tana egallay boshlagan. Buxoroga bordim. Buxoroga ham nima deydi, zagar oldim. Joy ekan, unaqa zagar oladigan eskicha joy ekan. Unga ham bo'ladi, ajoklar bo'lib, qiyinchiliklar bilan kuyib, pishib bo'ldi. Yana bo'ldi. Yo'q, keyin buni bir kun televizordan ko'rib qoldim. Qomus. Bahodir kimdir, Sarvar Bahodirov boratgan ekanlar. Endi o'sha yuzimga chiqib bo'lgan, nima qilishni bilmayman. Keyin shu reklamadan raqamni oldim-da, shu chiqdim. Reklama tugamasi chiqdim. Alloh o'zingga tavakkul dedim. Bo'ldi, dorini olib boramiz erta dedilar. Keyin shu aynan shu voqea qachon bo'lyapti? Ya'ni 24-yil. 2024-yil. 24-23 oralig'i. Qish, bahor bilan qish yaqin. Endi bo'lib bo'lgan. Keyin shunday qilib keldi, dorim keldi. Boyagida kim edi, Mohira opami degan kishi juda chiroyli, ajoyib tushuntirdi. Lekin nimadan desangiz, hamma narsa ixlos. Juda lekin ixlos qildim. Judalar ixlos qildim. Bismillah deb boshladim. So'rtishdi ham, ichishdi ham, lekin parhezni juda zo'r qildim. Nima deysalar, mana parhezga ichimlik, gazli suvlar, achchiq, sho'r, keyin kayfiyat, siqilmaslik. Keyin 2 oy, 3 oydan keyin o'sha 4-oyga effekt bera boshladi. Demak 4 oyda o'z natijalarini ko'rsatib, donachalar paydo boshlandi. Tana o'z rangiga qayta boshladi. Reklama bu, boshqa u yerda yo'q dedim. Keyin o'zi oila a'zolarim, uydagilar hammasi xursand-da. Ya deydi, yuzing yopildi. Endi
boyagi sog'lomlar ham juda bir yuzni tiniqlashtirar ekan. Bitta narsasi yaxshi bo'ldimi, ko'zimni zriniyasi ham zo'r bo'ldi. Nafaqat teriga, balki boshqa tana a'zolariga ham yaxshi ta'sir ko'rsatgan, shundaymi? Shunday bo'ldi. Ko'zimga ham foyda berdi. Ko'zimga boyagi glazni tavsiya qilgan dorilarni quymadim. Shu bilan. Umuman ko'z davolashdan to'xtatib. Ko'z menga azob bermayapti-da. U topda ko'zim ravshanlanishi ham yaxshi, boyagi narsasi ham hammasi joyiga. Boyagi dorini olmayman-da, ehtiyojim bo'lmay qoldi. Chunki men buni natijasi ko'zimga ham foyda berdi-da. Lekin men bularga juda katta rahmat aytaman. Avvalo shular sababchi, bizga bir bu kasallik bilan yurishimiz odam juda qiyin. Keyin juda ko'p kishilar men tavsiya qildim. Rahmatlar eshitdim. Qo'qonlik bir opam bor, bitta singlim bor, Navoiydan bitta opacham bor, Buxoro, Samarqand, hammasi menga chiqdi. Keyin juda siz chiroyli tushuntirdingiz deb, yo'q, ular ham qanday bo'lyapti desam, yo'q, yopildi, yaxshi bo'ldi. Nahotki deydi, hammasi yo'q. Xudoga shukr, mana yuzlarim, qo'llarimga faqat qichidi. Qichigan vaqtda. Demak, dorini iste'mol qilganingizdan keyin tuzalish uchun qichish bo'ladi. Qichish bo'ladi. Qichish bo'ladi, endi unga kuchda. Unga bardosh berish kerak ozgincha. Lekin xursand bo'laman. Shu 10-15 minut o'tib ketguncha chidadim. Keyin shunaqangi sachraydi, zavqsiz, odam zavqi keladi-da. Tanangiz qizib boshlaydi. O'g'lim, qiziydi, qizimga, o'g'limga qaraylar qansam, aya yopilibdi. Nahotki deydi. Mana yuzlarim Allohga behisob. Umuman sezilmaydi. Men siz nimaga olib kelishibdi deb o'ylab o'tiribman. Yo'q, Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Rahmat. Mana shularga ham rahmat. Hammasiga ham so'raganlar aytganman. Qomus kompaniyasi mana hech kim emas. Hech kim emas. Men buni misol vijdonimga qarab javob beraman. Sizlar xohlaylar, ishonch avvalo. Olinglar, ichinglar, lekin o'zlaringizni birinchi navbatga asabiylarni saqlaylar. Ular bo'lmasiga kayfiyat tushirmay, keyin Fanta, Cola, qo'y go'shti, tuxum, bu ham vaqtincha. Vaqtincha keyin sekin chiqish mumkin, shundaymi? Sekinlik bilan ichilar endi birdan hammasi bo'lmay ekan. Lekin baribir imkon qadar bu Fanta, Cola bunday olganda o'zi gazli, zararda, sog'lom odamga ham zarar endi bunday olsa. Lekin tiyildim, tuxum qaynagan tuxum yedim, qorilgan bo'lmadi. Yo'q, Xudoga ming qatla shukr. Hozir bundan ichyapman. Bu yog'imga ham foydasi, ko'zimga ham. Ko'zimga ham bor. Boshqa tana a'zolariga. Sog'lar telefon qilishadi, qaysi kosmetologga bordingiz, yuzingiz nima uchun bunchalik tiniq deydi-da. Shunaqa, men kasalligim uchun biz so'raychi, biz ham ichsak bo'ladi. Men bilmayman. Men bilmayman uni dedim. O'zlari so'raylar desa, bir yosharib ketgansiz deydi-da. Buni zarari yo'q, losyon. Hozir endi losyon pichanu ekan. Ko'plar aytibdi, losyon bo'lsa deb, men ko'p kishilarga tavsiya qildim. Biz ham o'zimizda qo'shni taraflardan ham olganlar. Avval ishonmadi. O'zim bilan muloqot qilishdi ham ishonmadi. Keyin yuzlaricha chiqib boshlagandan keyin olib, hozir bir balacha yigit, endi u ham 40-55 ga kirdi. Siz tavsiyangiz orqali kelib uyimga so'radi. Aytdim, siz nima uchun? O'sha vaqtda san bilan baravar oson bo'lar ekan dedi. U demak bir marta unga ham xuddi shu fikr kelgan, olish fikr, ammo lekin qaytib ketgan. To'g'rimi? Shunday ikkilanib keyin 1 yilga kechikdi-da. Endi hozir yo'q, xursand, juda ham menga sohiba ham juda yaxshi, ko'p qilishdi, muomalalari ham ularni bir nima deydi, tushuntirishlari ham, yetkazib berishlari ham juda chiroyli bo'ldi. Shungami qandaydir ixlos ham bo'ldi-da menga. Hammasidan minnatdorman, rahmat ularga ham, sohibaga ham katta rahmat. Shahzodbek bor, Dilyorbek bor, juda yaxshi ular. Sizdan qo'ng'iroq qilib qancha vaqtda dorilarni qanday qabul qilish haqida so'rab turishadimi o'zi? Nazorat qilib borishadimi? Dorim yetib kelguncha telefon qilishadi. Doringiz mahsulot bordimi, opajon? Mahsulot kelgandan keyin bizga birdan qo'ng'iroq qiling, ayting, yo'q. Bizda nima deydi? Juda bir yaqin bo'lib ketganmiz-da, ko'rmasak ham. Juda bir o'tirib, endi nima deydi? Shifosini topganingizdan keyin juda bir xursand bo'lib minnatdor bo'laverasiz-da baribir. Orani uzmadim. Nima deydi? Inson o'ziga ham bog'liq-da. Bo'ldi, bir marta oldim, bo'lmadi demasin. Harakat qilish kerak. Hamma narsa. Men uzmas olaverdim. Juda yuzlarim endi juda boshqacha edi.
Ha, ajoyib. Mana shu men hech eshitmaganim. 25 yil davomida o'sha boshqa sinab ko'rgan har xil dorilaringiz, o'sha zagar dedingiz, mana bu quyoshda toblanish, ularda o'sha ta'siri bo'ldimi yo bo'lmadimi? O'zgarish sezildimi? Vaqtincha bo'ldi. Ha, vaqtincha bo'ldi. Bir o'zgarib yana o'z holiga qaytgan. Ha, endi majbur kuydida u quyoshga. Ha. Quyoshga yotamiz, ajok bo'lamiz. Ajok bo'lganimizdan keyin u Buxoroda o'sha juda qattiq quyosh bo'ladi. Hojobon degan joyga bordik. Boyagi nimalardan olib, tana kuyib, achishib yonib bo'lsa kerak. Ha, keyin o'sha loyicha boyagidek qildik. 9 yil yoqqa ham bordim. Ha, 9 yil u yoqqa qatnadingiz. Uzoq muddat. 9 yil 45 kun, 50 kunlab 3 oy yoz deyarli ketdim. Demak, tan teri kuygan va yana o'z holiga qaytgan. Ha, majbur bo'lib keyin men endi bilmadim. Men juda boshqacha dam olandimda. Bir kun ham meni ota-onam tashlab qo'ygan yo'qda. Shu umrlarning oxirigacha kurashdilar, lekin endi Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Statistikaga ko'ra, tomoshabinlarimizning 90% kanalimizga obuna bo'lmagan. Keling, buni birgalikda o'zgartiramiz. Buning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning bitta harakatingiz videolarimizni oq dog'lar muammosidan aziyat chekayotgan insonlarga yetkazib, ularning shifo topishiga sabab bo'lishi mumkin. Balki aynan siz kimningdir shifo topishiga umid bag'ishlarsiz. Yaqinlaringiz yordami qanday bo'ldi ota-onangizga? Qo'llab-quvvatlashdimi? Endi hozir ota-onam yo'q, olamdan o'tganlar. Boyagi akalarim birasira olib berdi doriga. Yaqinlarim yordam qildi, chunki ular xursandligidan. Ha, albatta. Juda xursand bo'ldi, yopilib ketdi. Men keyin qizimni turmushga berdim, shu yuzlarim yopilgandan keyin. Xudoga ming qatla shukr. Mana shu kompaniyaga ham rahmat. Avvalo shu mana shularni chiqargan insonga, bizani mana dardmanlarni ham o'ylaganlarga ham rahmatda. Mana shu Sarvar Boqodievni ko'rdimda qandaydir bir boshqacha ishonch hosil bo'lib ketdi-da menga. Yuragingizga shu narsani Alloh soldimi? Soladi, baribir soladi. Buning mattam to'xtatishadi. Aytaman, shunday reklama tugamas telefon qildim-da. Ha. Qizim bilan o'tiramiz, aya telefon qilasizda, qilamiz dedim. Nima bo'lsa bo'ldi dedim. Xudoga shukr. Allohga behisob shukr. Shunday mana yuzlarim Xudoga shukr yopilib ketdi. Mana ko'zimni ham aytdim-ku, foydasi juda katta foyda berdi. Ko'zim zreniyalariga, keyin mana ichklarim. Butun tanangiz tuzala boshlagan, sog'lomlasha boshlagan. 6 oy ichaman, och qoringa. Och qoringa aytgan vaqti kechki ovqatdan keyin 15 minutdan keyin. Buni bu intizomga rioya qilish qiyin bo'lmadimi sizda? Aniq vaqtida ekani, to'g'rimi? Vaqti yo'q. Biror joyga borsam olib boraman. Ha, olib olasiz. Ha, sharoit qilib olaman-da. Ha. Olib boraman, kechqurun biror bir tadbirga bo'lsa ham sumkachamga solib olaman-da, ovqatdan keyin shu yoqqa bu yoqqa qarab, shartta 3 tadan ichaman. Oldin 2 ta. Bitta deyishdi, bir hafta keyin 2 ta, keyin 3 ta o'tdim. Sekin ko'tarib bordingiz. Ha, 3 ta o'tdim. Xudoga shukr. Hozir ham mana foydasi bor, sekin-sekin ish qilib davosi topildi-da. Bu kasallikka shu paytgacha davosini qiyin masala. 25 yil uzoq muddat bitta kasallik bilan yashash. Ha, 20-30 yil bo'lib qoldi-da. Lekin bitta narsa men hech kimdan so'ramadim. Mana shu sohibalar aytdi, opajon mana bu kasal so'rang. Yo'q, o'zimga ishondim, ularni tushuntirib yetkazib berganiga shukr qildim. Chunki ko'p kishilar davolandi-da. Siz bilan foydasi bo'ldi. Kuryerim ham aytadi, opa, oling buni. Bundan juda ko'p foyda ko'ryapti insonlar deyishyapti-da. Bizani Kosonga ko'p joyga olib bordi, ular ham yaxshi bo'lib ketdi deydi. Ulardan ham so'rang, opa zo'r bo'libsiz deyshadi. Endi bilishayapti, men dorim olib borgan yuzim. Opa, dahshat bo'libdi, ko'z tegmasin. Demak, avvalgi holatingiz ancha yuzlaringizda ham mana Xudoga shukr, вообще men strashli edim. Ko'rinmaydi, shu narsa sezilmaydi. Yopilib ketdi. Buyog'larim bilan. Qo'llarim yeda, holla tushib. Faqat qichsa, mana diazolin ham ichingda deb ular juda charchatib tashlasada ichishni xohlamadim. Chunki shu qichish foyda beryaptimi? Nima deydi, ozgina o'zimga kuch topdim-da. Irodangiz emas, faqat o'tib ketadi.
voy deyman, nimalardir chalg'itaman, yaxtay narsalarga qo'llarimni yaxtaylab turaman, suvlab, keyin o'tib ketadi, o'sha boyagi suyakdan yorib, ya'ni hujayra chiqar ekan. Demak, Shu uchun ichkaridan qichigan, qichish sababi shu ekan. Bir xil deydida diazanin ichadi, boshqa qiladi. Endi ozgina sabrda, sabr. Shuncha sabr tayi oltin deb. Xudoyimga men qatlashman, qichishini kutardim. Qichishsa, demak, sizda tuzalish bo'layotganini seza boshlaysiz. Foyda beribdi-da. Men 20 juda ko'p katta pulga oldim-da bularni. Olaverdim, yo'q, Xudoga shukr, keyin sharoitim tushuntirib, yordamni ham qilishdi. Aytamanki, minnatdorman bu kompaniyadan, hammasidan ham. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin hammalarini. Martabalari ulug' bo'lsin. Shu bizga shunaqa narsani chiqarib, mana yetkazib berishdi. Men bular hammasidan minnatdorman. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Baribir ming oilangiz bo'lgan bilan, farzandingiz bo'lgan bilan sog'liq birinchi. Odam atrofga kirasiz, muloqot qilasiz. O'sha muloqot jarayonida qanday munosabat bo'ldi? Mana bu 25 yil davomida sizni qiynashmadimi yo sezilardek bo'larmidi, sezilmasmidi o'sha narsa? Qanday insonlarni ba'zi birovlar yo'qib qolishadi deb qo'rqishadi. Hamma narsa bo'ldi. Hamma narsa bo'ldi. Hamma narsa. Yuzimga ham solishdi. Hamma narsa. Saqal bir narsa bo'lsangiz, shu aybing uchun shunaqa kasal bo'lding. Sen paloncha topa deb ketishadi. Keyin jahlim chiqib, to'g'risi aytaman, bir qizni urib tashlaganman. Shunday urib tashladim-da, o'g'ilcham bor qo'limga. Kichkina chaqaloq. O'g'ilcham bor. Salom berdi-da, boshqacha qaradi. Endi bu narsa ko'zingizga ham yomon ko'rinadi. Borib toba qilib ketdi. Shu to'xtadim. To'xtada qizcha dedim. 2 tarsak urib yubordim, lekin endi to'g'ri qildimmi, noto'g'ri qildimmi uni bilmayman. Keyin kechirasiz, men ana qilmadim dedi. To'ylarga borganimga ham turib ham ketishadi. Keyin qilib hammasini sezasiz, chunki aybdor odamdek bo'lib turamiz-da. Dardimiz bo'lgan bilan aybdor odamdek bo'lib turamiz, birov noto'g'ri qaramayaptimi deb bo'yab yuradim. Baribir bo'yagan bilan issiqqa mamiz ketib qoladi. Juda endi menda o'xshagan dardmanlar ko'p-u, lekin manchalik azob yeganlarni bilmadim. Juda hayotda o'zinglar 14 yoshdan beri endi juda qiynaldim. Ayniqsa o'sha ayollar uchun bu muhim tashviq. Turmushga chiqdim. Keyin turmush o'rtog'im men shu nimaligim uchun yashab hamma har xil gapirgandan keyin chiqib ketdi. Muhim ikkita balam qoldi. O'g'lim bor, qizim bor, Xudoga shukr. Ikkita farzandimni o'qitdim. O'zingiz? O'zim o'qitdim. O'g'lim universitetda o'qiydi. Qizim o'qiydi u ham. Hamshiralikka turmushga chiqdi u ham. Hamma narsa bo'ldi. Muhimi mana bu sinmagan irodangiz, kurashuvchanligingiz mana hamma narsadan masalalar yechildi. Mana bugun baxtlisiz, tashqi ko'rinishingiz ham juda go'zal, farishtalardek o'tiribsiz yonimda. Maşallah. Shuning uchun kasallar chiqib yig'lasa, bir kuni bir ikkitasiga aytdim-da, sohibi tushuntirganlar ham injiqda, bu kasallik ham injiq qiladi ham. Keyin opajon shunday ekansiz, sizda raqamingizni berishdi. Aytdim, beringlar dedim. Men qo'limdan kelsa savobli ish. Men vaqt ajratib tushuntiraman dedi. Opajon siz bu irodani qayerdan topgansiz deyshadi. Juda kuchli ayol ekansiz. Qayerdan topdingiz dedi. Keyin sizlar yig'lamanglar dedim. Bedardlar yig'lasin dedim. Nima uchun biz yig'laymiz dedim. Shukr qilamiz dedim. Alloh sevgan ekan. Qirg'izistonga bordim tabibga. Qirg'izistonga bordim, dadam olib bordilar. Bu ham qanaqadir o'zicha chora tadbirlar qilgan. Kartoshkani qanaqangi qirasiz?
ya'ni kartoshka ovqatga shunaqa umurtqamni qirdi. Tomiri sherga joylashgan bu kasallik kelib chiqishi dedi. Shunday yotqizib shunaqangi endi boyagi yot menimcha yot bo'lish kerak. Marlicha botirib shunday bosdi endi. Umurtqaga. Dunyo buzildi dodimga. Og'riqli bo'lgan. Og'riqlar bo'ldi, davlenasi chiqib ketdi uyda bekasi. Deb shunaqangi mazam qochib qoldi. Keyin dadam qolgan yerimni ham shunaqa qildiramizlar. Keyin aytdim, yo'q dada, mayli, men oqargan holatga umrim bilan shunday o'tsam ham kerak emas menga. Men chidolmayman dedim. Juda og'riqli bo'lgan ekan-da. Keyin juda aytaman, men juda yomon ko'p azob yedim bu dardni ketdan endi. Ilon go'shi ham qolmadi, pratikan ham qolmadi, Bakudan ham keldi menga odam. Pratikanlarni kerosinga botirib, hamma joyimni surtib, jazirama issiqqa paltoni kiydirib bir hafta kerosinga, samolyotni kerosiniga sasib yurishdi o'zimga, gazga yaqinlashma deydi yana. Yonib ketish mumkin-ku. Nima edi sen yonib Hali shunaqa hayot bo'lgan. Hammasini Xudoga shukr, endi muhimi nima deydi, oxirimiz deydimish. Mana natija ko'rinib turibdi, juda go'zalsiz. Hech qanaqa eskilik, kasallik sezilmaydi. Xudoga ming qatla shukr, Allohga shukr. Yozda yomon qiynaldim, yuzimga chiqqan edi, juda yomon qiynaldim. Demak, bahor, yoz faslida ko'proq toshib ketadi, to'g'rimi? Uydagilarim aytmabdi menga, yuzimga chiqqan, xafa bo'lasan deb. Shundan keyin bilmammanda oynaga qarashga qo'rqaydim. Uyda o'zi oyna bormi yo olib tashlashadi? Yo'q, qo'rqaydim, qarashga qo'rqaydim. Keyin havasdan oynaga qarab boshladim. Oynaga qarab to'ymayman. Endi o'sha lecheniya boshlangan, menga foyda zo'r. Endi yoningizda har kuni oyna. Xudoga shukr, ko'z tegmasin, lekin nima deydi, o'zimga o'zim isirg'im sastib qoladim. Endi natija bor-da. Hamma narsaga aniq qilib qolayotgansiz, juda o'zim ehtiyot qildim. O'zim bachalar meni faqat asabim buzmaylar. Nima desanglar deydi, faqat men kayfiyatimni tushirmaylar. Shu zo'r kayfiyatga bo'ldim, Xudoga shukr. Endi aytamanki, kayfiyatimni ham buzmayman, siqilmayman. Muhimi shifosini berdi, davosi topildi-da. Shunisi yaxshi. Juda umidsizlikka tushdim. Juda. Teringizda oq dog'lar paydo bo'ldimi? Uyalib, odamlar orasida yura olmayapsizmi? Vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi xastalikka chalingan insonlar ommadan o'zini berkitib, doimiy tarzda xijolatchilik hissida yurishadi. Bilasizmi? Bu kasallikning davosi bor. Lekin ko'pchilik buni bilmaydi va ko'p vaqt yo'qotadi. Qancha kechiksangiz, davolash shuncha qiyinlashib boradi. Dog'lar bo'lsa, kattalashib boraveradi. Lekin sizda yuqoridagi holatlar bo'lishidan oldin bu darddan qutulish imkoniyati bor. Biz sizga sinalgan va samarali vosita Qomus kapsulalarini tavsiya qilamiz. Bugungacha 20 mingdan ortiq bemorlar Qomus kapsulasi orqali oq dog'lardan xalos bo'lishdi. Qomus kapsulasi haqida to'liq ma'lumot olishni istasangiz, quyidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube orqali ko'rib murojaat qilayotganingizni aytsangiz, 30% lik chegirmaga ega bo'lasiz. Siz eng to'g'ri tanlov qilishingizga ishonamiz. Juda beg'uborsiz. Hozir kayfiyatingiz ham juda yaxshi mana. Xudoga shukr, sohibaga ham rahmat. Mana shu Mohinor opa birinchi chiqdilar, keyin sohibani tavsiya qildilar, keyin sohiba bo'lmasa mana Shahzodbeklar ham juda chiroyli tushuntirib, hammasi yaxshi. Ko'rmagan bo'lsam ham aka singil, nima deydi, opa singilday bo'lib ketdik. Xudo xolasa aytaman, o'g'lim uylantirsam chaqiraman sizlarni deyman. Chaqiring. Shifosini topsangiz, kayfiyatga ekanda hamma narsa. Albatta. Allohga shukr mayli. Doimga shukr. Ajoyib. Juda ajoyib bo'ldi. Mana shu dorimizni olish yo olmaslik haqida o'ylab ko'radigan yo ikkilanib turgan tomoshabinlarimiz bor, bizni ko'rib turibdi. O'shalarga ikki og'iz so'z aytsangiz nima qilishsin? Yo, ikkilanishdan foyda yo'q. Men aytdim-ku, bu menga kompaniya meni amakimniki emas, yo tog'amniki emas. Men ham bir bo'ladi, shu dardmanlar qator dardmanman. Mana 35 yil bo'ldi shu kasalligimning. 35 yil bo'ldi-da. Shu bilan hamma narsa qildim. Eng avvalo aytganga o'xshab ixlos qilish kerak. Hamma narsaga ixlos, bismillah deb boshlash kerak.
Tavakkul qilish kerak, ixlos qilish kerak. Endi bugun surtsa erta qorayadigan kasal emasda bu narsa. Juda tez ham natijasi yo'q. bo'lmaydi. Faqat endi kasallikni yangiligiga, bu eskiligiga, menga masalan 35 yilga shifo berdi. Kayfiyatga bog'liq, parhezga bog'liq. Parhezda qilsalar, keyin mana bu sho'rachiq, mol go'shtli ovqat yeyish kerak. Mol go'shtli ovqat, sho'rachiq deganingiz nima? Sho'r narsalar yeyish kerakmi, kerak emasmi? Achchiq yo'q. Shirin narsalar mana bu. Yo'q, shirinlik ham kam. Shirinlik ham kam, ha? Kam. Endi bir 4 oylar yemaslik kerak. 4-5 oy. Keyin parnikni, pomidor, bodringni bo'lmaydi. Mumkin emas. Yo'q. Tabiiy narsalar ham. Oshni ham zig'ir yog'li osh bo'lmaydi, yog'li ovqat. Oshni ham yuza qismi. Bu yoki nima dori ta'sir qilguncha keyin shu bilan o'zi izga tushib ketadi. Faqat lekin iloji boricha gazli suv ichmasalar yaxshi. Gazli suv ichmaslik kerak. Ikkilanib o'tirmasin. Kim bo'lsa ham sog'liq o'ziga kerak. Misol, lekin olib kechiktirmay olishsa o'ziga yaxshi. Davolashni qanchalik tez boshlasa. Demak, menga masalan mana shu ko'zimga ham foyda berdi. Mana ko'zim glavkoma. Glavkoma degan yaxshi. Glavkoma degan eng davosi yo'q kasal bu ham. Demak, Alloh menga shunchalik boqqan ekan, mayli shukr qilamiz. Lekin shunga ham foyda berdi. Foyda berdi. Ko'zingiz ham. Operatsiya degan ko'zimni, lekin operatsiya qildirmayman. Operatsiya qilmasangiz ham shu dori orqali tuzalgan, ha? Foydasi bor, zrenamga foydasi bor. Ko'rish soham yaxshilandi-da. To'g'risida men nima qilaman, Xudodan qo'rqaman. O'zim chunki shu kasal bilan nima bo'lib turibman. Operatsiya qildirmayman. Buni ham umidim so'nmagan bu ko'zim uchun ham, chunki qachondir buni ham foydasi bo'ladi. Alloh dard bergan, shifosini beradi. Yomon narsani tayyor bir yaxshilikning hikmati bor. Bu faqat Alloh bizning sabrimizni sinaydi. Chunki sinovga kelganmiz hayotga. Hamma narsani sinov bo'ladi. Qanaqangi o'tamiz. Sabrli bo'lib, chiroyli amallarimiz bilan nima qilsak, lekin shunchaligim bilan eng yomon ko'rgan narsam to'g'ri asabimga tegib qoldi, asab bo'ldim. 40 talab iynali ham oldim. Tilla iğna. 40 ta joyimga tiqaydi. O'sha rezbaligida. Keyin hammasini 40 tani tortib olgandan keyin o'zingiz o'ylang qonga botib qoladi. 40 kun oldim. Qanday chidash mumkin? Chidaganman. Keyin onam bor edilar, Xudo rahmati, dadam bor edilar. Keykallar janjallashib qolishadi. Azob, dadam tashlab ketayotgan tabibda. Ona o'tiradilar, svet qo'yadilar, ko'k. Qanaqangidir svet. Iğna ustida. Boshimdan tortib oyoqchimgacha. Kerak emas, boshqa qilmayman, mayli. Shuncha azobni ko'ryapti, foydasi yo'q-ku, deydilar. Endi dadam ham sog'ayishim xohlaganlar-da. Aytaman, hech narsa, endi bir gapni aytsam hamma kuladi, ishonadi, ishonmaydi. Pishaydi qoniga ham qonlatganlar dadam endi. Hech kimdir aytgan pishaydi qonim bilan. Hech narsa qilmaganman. Ovchilar borib osmonni bulutgacha orttirib keldilar. Bulutgacha. Surtsa yaxshi bo'ladi. Keyin tuyani bir kuni bilan cho'llaya ketib peshopacha olib keldilar. Echkini shoxigacha eritib surtdim. Aytaman, bir shunday borib yotmadim. Kurashdim. Kurashsam yaxshilaydi. Albatta, men shuncha kurash. O'tirmaslik kerak, Xudo berdi peshona ekan deb. Harakatga bo'lish kerak. Harakatda barakat. Harakat, umid. Umidni so'ndirmaslik kerak, ha? Allohni zikr qilib, Allohdan shifosini so'rab tursak, hamma narsa bo'ladi. Xudoyim taolodan faqat najot so'radim o'zimga. Faqat kuch ber dedim. Faqat yo'ldan ozdirma dedim. Bu ayniqsa yuzimga chiqqandan keyin juda ham dunyo tor bo'lib qoldi-da. Juda tushkunlikka tushib qoldim. Yo, Xudoga shukr. Endi aytganingizdek, o'zimga qarab to'ymaydigan vaqtlar kelyapti. Albatta. Allohga behisob shukr. Olishni tavsiya qilaman. Kim bo'lsa, masalan, dardmanlar ko'p, ikkilanmaygina olishni boshlasin. Ichgani ham foyda, surtgani ham foyda. Mutaxassislarni nasihatiga, maslahatiga amal qilib, quloq solib, aytib qo'ydi-ku, deb nima deydi, nafsda ozroq tiya bilsa, nafs tiyish kerak-da, baribir. Shunga amal qilsalar, sog'liq o'ziga kerak.
Bo'lmasa bu kasallik ko'payib ketsa ketadiki, kamamaydi. Yengib oladi. Ajoyib. Siz bilan tanishganimdan juda bag'oyatda xursandman. Juda Rahmat. katta sabr, matonat, kuch egasi ekansiz. Rahmat. Albatta o'ylaymanki, bir qancha muddatdan keyin butkul bu darddan forig' bo'lasiz. Inshaalloh. Xudo xohlasa inshaalloh. Albatta. Juda go'zalsiz. Rahmat opajonim. Sizga ham rahmat. Kelganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Rahmat, charchamang.